holatda o'zi quloqni tozalash kerakmi degan savolga javob bersak, agar siz qulog'ingiz top-toza bo'lishi kerak deb palichka bilan tozalayveradigan bo'lsangiz, birinchi navbatda tashqi eshituv yo'liga travma berishimiz mumkin. Buni odamlar sezmasligi mumkin, lekin hasharotlar yaxshi sezadi. Hech qachon eshitmaganmizki, quloq pardasini sovuqda muzlab qolganini. Praktikamizda shunaqangi hodisalar kuzatilib turadiki, nafaqat cho'p, hattoki mashinani kaliti bilan ham tozalaydiganlar bor, qo'liga tushgan narsa bilan tozalashadi. Eng ko'p uchraydigan narsa onalarimiz bolalarni qulog'ini artaman deb cho'milgandan keyin ichkariga itarib pardagacha olib borib qo'yishadi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun biz serumen, ya'ni quloq chirki yoki sera haqida biroz gaplashib o'tamiz. Seraning foydalari yoki uning zararlari, qanday tozalash kerak yoki uy sharoitida tozalamaslik, lor mutaxassisiga uchrash kerakligi to'g'risida biroz gaplashib o'tamiz. Serumen yoki sera bu tashqi eshituv yo'lini terisida joylashgan maxsus bezlar ajratadigan suyuqlik hisoblanadi. U sarg'imtir, yog'li, yopishqoq massaga ega. Seraning foydalari va biroz fiziologiyasi haqida. Sera kislotali muhitga ega. Shuni hisobiga tashqi eshituv yo'lida mikroblar yoki zamburug'larni ko'payishiga yo'l qo'ymaydi. Ikkinchi foydasi bu filtr vazifasi. Bu o'zida chang va mayda zarrachalarni ushlab qoladi va ichkariga kirib ketmasligini ta'minlaydi. Tashqi eshituv yo'lini namlab turadi. Nafaqat tashqi eshituv yo'li, hattoki pardani ham namlab turish xususiyatiga ega. Quruq tashqi eshituv yo'li qichishish, hattoki dermatitga sabab bo'lishi ham mumkin. Serani navbatdagi eng muhim foydalaridan bittasi bu yana himoya funksiyasi, ya'ni hasharotlardan himoya qiladi. Seradan maxsus hidli ajralma ajraladi, hid ajraladi. Buni odamlar sezmasligi mumkin, lekin hasharotlar yaxshi sezadi. Va ichkariga, ya'ni pardaga qarab ketib qolmasligini ta'minlaydi. Bu eng muhim funksiyalaridan bittasi. Yana bir muhim funksiyasi bu mexanik tozalash funksiyasi. Bu nima degani? Bu tashqi eshituv yo'lini o'lgan epiteliy hujayralarini tashqariga migratsiya bo'lishini ta'minlab beradi. Serani ajoyib bir yana foydalaridan bittasi bu termoregulyatsiya funksiyasi, ya'ni o'sha tashqi eshituv yo'lida joylashgan bezlar halqasi, ana shu halqadan ichkariga, ya'ni periponkaga, pardaga boradigan qismda harorat o'zgacha bo'ladi, ya'ni normada bo'ladi. Hech qachon eshitmaganmizki, quloq pardasini sovuqda muzlab qolganini. Bu juda ham muhim funksiyalaridan bittasi. Shuning uchun kerakmas bo'lgan paytda quloq chirkini tozalayverish to'g'ri emas. Shu o'rinda aytib o'tib ketishimiz kerak bo'ladigan yana bir narsa, ko'pchiligimiz quloqni mana shunaqangi ushli palichkalar bilan tozalashni yaxshi ko'rishadi. Bu noto'g'ri. Chunki quloqni hadib tozalayverish, ya'ni quloq tashqi eshituv yo'li top-toza bo'lishi kerak deb o'ylashadi. Yo'q, ozgina sera bo'lishini yuqorida aytib o'tdim, qanchalik foydasi borligini. Agar siz qulog'ingiz top-toza bo'lishi kerak deb palichka bilan tozalayveradigan bo'lsangiz, birinchi navbatda tashqi eshituv yo'liga travma berishimiz mumkin. Bu bir. Ikkinchisi, serani o'sha yerda to'planishiga sabab bo'lamiz. Ya'ni to'planadi, tiqin hosil qiladi. Migratsiya funksiyasini buzib qo'yishimiz mumkin. O'tda epiteliy, o'lgan epiteliy hujayralari sera bilan qo'shilib tiqin hosil qilsa, ana u tiqinni siz bilmagan holatda palichka bilan ichkariga itarib yuborishingiz mumkin. Bu o'z navbatida pardani, ya'ni periponkani travma berishgacha olib boradi. Shuni inobatga olgan holatda o'zi quloqni tozalash kerakmi degan savolga javob bersak, quloqni tozalash kerak bo'lsa faqat mutaxassis, ya'ni lor shifokori tozalashi kerak. Xalqimiz, misol uchun oddiy aholi bo'ladigan bo'lsa, u faqatgina quritish vazifaligi, faqat misol uchun cho'milgandan keyin oddiygina salfetkani olib turib, quloqni tashqi eshituv yo'lini biroz kirgizgan holatda quloqni quritish kerak bo'ldi. Tozalash mutaxassis bo'lmagan insonlarning vazifasiga kirmaydi.
Praktikamizda shunaqangi hodisalar kuzatilib turadiki, nafaqat cho'p, hattoki mashinani kaliti bilan ham tozalaydiganlar bor, qo'liga tushgan narsa bilan tozalashadi. Bu juda ham noto'g'ri narsa hisoblanadi. Undan tashqari eng ko'p uchraydigan narsa onalarimiz bolalarning qulog'ini artaman deb cho'milgandan keyin ichkariga itarib pardagacha olib borib qo'yishadi va pardaga borib qolgan sera o'z navbatida nima xavfli xususiyati bor? Agarda pardaga yopishib qolgan bo'lsa, tozalaymiz desak, pardani yulib biz o'zimiz travma berib qo'yishimiz mumkin. Shuni hisobiga bolada og'ir jarohatli asoratlar qolishi mumkin. Yana ko'p holatlardan bittasi xuddi shu, yana ko'p qo'li urganni hisobiga o'tda tiqin hosil bo'ladi. Tiqin keyin suv shimish xususiyatiga ega. Sera o'zida suvni shim olgandan keyin u ishadi. Ishgandan keyin tashqi eshituv yo'lini biroz ezganni hisobiga og'riq paydo bo'ladi. Hattoki tashqi eshituv yo'li o'sha tashqi atitlargacha ham olib kelgan hodisalar kuzatilgan. Shuning uchun qattiq buyumlar bilan, ya'ni kalit yokida zubichka, qattiq quloqqa sig'adigan buyumlar bilan tozalamaslikni tavsiya beramiz. Nimagaki tashqi devorini qirib yuboradigan bo'lsak, o'tga infeksiya tushishi mumkin, zamburug' tushishi mumkin. Sera tushadigan bo'lsa, qichishtiradi va diskomfort keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun tozalamaslikni, ayniqsa qattiq buyumlar bilan tozalamaslikni tavsiya qilamiz. Agar sizda quloqda eshitish pastligi, quloqdan har xil ajralmalar kelishi, og'riqlar kuzatilayotgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilsangiz bo'ladi. Endi videoni oxirigacha ko'ring. Tashqi eshituv yo'lini qanday tozalash kerak, serani qanday tozalash kerak va qachon tozalash kerakligi to'g'risida gapirib o'tamiz. Qachon tozalashimiz kerak degan savol. O'zi umuman olganda tozalashimiz kerakmi degan savolga javob beradigan bo'lsak, men yo'q deb javob bersam bo'ladi. Chunki o'zini o'zi tozalash xususiyati bor. Oddiy elementarniy narsalardan yana bittasi chaynash. O'zimiz ovqat chaynashimiz, chaynov muskullarini ishlashi. Chaynaganimizda ko'p odamlar emas, ba'zi odamlar bir yoq tarafida ko'proq chaynaydi, balkim boshqa tarafida qanaqadir karies yoki boshqa patologiyasi bo'lsa tishida ko'proq bir yoq tarafida chaynaydi. Ana o'sha tarafida ko'p chaynagan insonlarning o'sha tarafdagi qulog'ida sera bo'lmaydi. Ko'p holatlarda o'zini o'zi tozalash funksiyasi o'sha yerda ishlaydi. Bu nima degani? Chaynashda asosan bir yoq taraf bilan emas, ikkalasini ishlatish kerak. U yoqda ham, bu yoqda ham ishlatgan holatda, chaynov muskullarini ishlatgan holatimiz, chaynaganimizda quloq o'zini o'zi tozalash funksiyasi ishlaydi. Shunaqa. Endi yana bir narsaga e'tibor beradigan bo'lsak, agarda tashqi eshituv yo'lida juda ham oqib chiqib, bir xil seralar juda ham suyuq holatda bo'ladi, tashqi eshituv yo'lidan pastga oqib chiqadigan bo'lsa, biroz ichkariga yengilgina kirgan holatda salfetka bilan tozalab qo'ysak bo'ladi. Endi qachon shifokorga uchrashishimiz kerak? Agarda sera quloqda tiqin hosil qilib, tashqi eshituv yo'lini deyarli yopib qo'ysa va eshitish pasayadigan bo'lsa, shifokorga ko'rinishimiz kerak. Undan tashqari hidli ajralma keladigan bo'lsa, agar o'tda tiqin hosil bo'ladigan bo'lsa-yu, lekin o'tda infeksiya tushib, infeksiya holatiga o'tgan bo'lsa, ya'ni yallig'lanish jarayoniga o'tgan bo'lsa, o'tdan har xil hidlar keladigan bo'lsa, hidli ajralmalar keladigan bo'lsa, albatta shifokorga ko'rinishimiz kerak. Nega ba'zi odamlarda quloq serasi ko'p ajraladi, hattoki har 2 oyda kelib quloqni tozalatadi? Nega ba'zi odamlarda quloq, ya'ni tashqi eshituv yo'li qo'riq? Bu endi 2 xil tipga bo'lsak bo'ladi: wet hamda dry. Quruq hamda nam tipga bo'lsak bo'ladi. Bu endi chista genetik, ya'ni teriga bog'liq. Terida joylashgan o'sha sera ajratadigan bezlarga bog'liq deb hisoblasak bo'ladi. Undan tashqari tashqi eshituv yo'lini juda ham tor bo'lishi. Bir xil holatlarda juda ham kichkina bo'ladi tashqi eshituv yo'li. Ko'p quloqni ko'laydiganlar, ya'ni har xil narsalar bilan ko'laydiganlar. Yana qanday holatlarda? Ko'p naushnikdan foydalanadiganlarda va quloq apparatlari taqadiganlarda ham
ko'p seri ajralishi mumkin. Bu shu holatlar bo'lmagan taqdirda genetik omil deb aytsak bo'ladi. Ya'ni shunaqa struktura. Shu holatda tuzilgan. Agarda sizda quloq, tomoq, burun a'zolarida qandaydir muammolar bo'lsa yoki savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Yanada qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizni YouTube kanalimizga a'zo bo'ling. Sog' va salomat bo'ling.